Keling aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizda yaxshi Turkiyani shimlardan bormi? Bor aka. Turkiya bo'ladigan bo'lsa, mana shimlar o'zim shaxsan Turkiya borib olib kelganman. Sifati ham zo'r. Maza qilib keldim. Aniq Turkiyanikimi bu? Aka, 100% ishoning, o'zim shaxsan o'zim olib kelganman. Sizni aldaganim bilan nima foyda? Siz buni kiyib ko'ring, sizga yoqadi. Mana shu yerda kiyib ko'rishingiz mumkin. Sizga kattakon rahmat. Rahmat. Keling yana. Yaxshi tanlov qildingiz lekin. Ha, Farhod. Nima gaplar? Javlon, yaxshi ish qilmading lekin. Nima qildim men? Nimaga sifatsiz molni sifatli deb sotyapsan? Farhod, bu biznes. Agar o'zi bilmasa, unga zarar yetmaydi. Sen hozir bilasanmi? Faqat o'zing aldayapsan, do'stim. Qachondir bu ishlaring uchun hali javob berasan. Kelib tur. Dada, buncha pulni qayerdan olgansiz? Endi o'g'lim bu biznesning siri. Katta bola bo'lganingdan keyin hammasini tushunib olasan. Men ham shunday qildim. O'g'lim, bu nimasi? Do'stimga soxta pulni berib, o'zim haqiqiysini oldim. Bu yaxshi emas. Birovni aldab pulini olish yaxshi ish emas, o'g'lim. Siz ham shunday qilasiz-ku. Men sizdan o'rganyapman. Sizni aldaganim bilan nima foyda? Agar o'zi bilmasa, unga zarar yetmaydi. Qachondir bu ishlaring uchun hali javob berasan.